Assalomu alaykum hammaga. Akalar, xudo xolasa havoldabiz. Nasib bo'lsa mana Jamshid akani chaqirib oldik. Jamshid aka bilan yana sizlarga обязательно video qilamiz. Jamshid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz akam? Savollaringiz yaxshimi? O'z yaxshimisiz? Ha, endi o'tib ketdi hayitimiz aka. Endi baribir tabriklab qo'yaylik, baribir musulmonlarda anaqasi bayrami. Akalar, hayit ayyomi bilan hammani tabriklaymiz. Havol nomidan deb qo'ysam ham bo'ladi, xudo xolasa. Jamshid aka, nima yangilik yana? Bugun asosiy mavzularimizdan biri bo'ladi. Hozirgi kunda narxlar bo'yicha aytib o'tamiz. Foiz stavkalari haqida, misol uchun avtokreditga qiziqadiganlar yoki-da rassrochka haqida qiziqadiganlar uchun barcha ma'lumotlarni to'liq va oxirgi so'nggi yangiliklarni aytib o'tamiz. Sizlarda ham endi yangiliklar o'sha tepada xo'jayinlar nima yangilik bersa o'sha bo'ladi-da. Shunday, endi biz o'zimiz xo'jayinlar nima desa, o'sha buyruq berishsa, sразу sizlarga aytib o'tamiz hammasini. Xudo xolasa, xudo xolasa. Xo'p, Jamshid aka, har doimgidek Haval 89. Eng trendi hozir desak ham bo'ladi. Eng qimmati ham shu, aka? Da, eng qimmati mana shu bo'ladi. Bunda ikkita pozitsiyasi bo'ladi. 535 millionga 570 million so'm bo'ladi. Ya'ni ikki xil pozitsiya, xohlasangiz yana 15 million so'mga sizga blok qo'yib berishimiz mumkin. Mashinaning tan narxi 535 million emas, 550 million bo'ladi. Yoki-da ikkinchi pozitsiyasiga blok qo'ydiraman desangiz, 585 million bo'ladi. Xo'p, akalar, ana u shunda avtosalonlaringga kelib libo mashinani yig'dirsa ham bo'lar ekanda, o'zini tabiga qarama. Shunday. Shunaqa bo'lib qo'yadi aka hozir. Tashqi dizaynni tanlasa bo'lsa, misol uchun, kuzov rangini tanlasa bo'lsa, salonni ranglarini tanlasa bo'lsa, akalar, blok qo'ysangiz bo'ladi. Blok qo'ysangiz bo'lsa, o'sha gap era yangilanyapti deymiz-ku, ana oldingidek mashinani o'zini ko'rmasdan turib to'lov qilib, yana kelib turib, yana boshqa narsa bo'lib, ana akalar, keldik o'sha xudo xolasa o'sha kunlarga. Xo'p, qaranglar, menyumizdan Jamshid aka nima bor? Bugun siz gapiring ko'proq, men endi bugun chiqib qolaman. Bo'ldi, Oston aka. Bo'lmasa, bugun barcha obunachilarimizga assalomu alaykum deb qolamiz. O'tib ketgan hayit Ramazon oyi bilan tabriklab o'tamiz. Endilikda bizda 6 xil modelimiz bor, Oston aka. Ulardan sanab o'tadigan bo'lsam, mana bu H9 avtomobilimiz. Undan keyingisi keladigan bo'lsa, Dargo avtomobilimiz bo'ladi. Undan keyingisi H6, M6, Julion va Pickup avtomobillarimiz mavjud. Bugun 6 xil modellar haqida gaplashib o'tamiz. Xudo xolasa. Jamshid aka, lekin bitta gapi, ana va bitta ikkita akalarim so'radi-da. Ozodjon, sen havolga borasan, sal bizga kichkinaroq yo'qmi deydi. Aka dedim, eng kichkinasi mana shu dedim. Ular dedim, undan kichkinasini tan olmas ekan desam, akam aytadi, bizga sal kichkinaroq bo'lsa, aka shuni oling, kichkinadan ko'ra mazza qilmanas, qamni obro'yingiz olib beradi desam, ko'ramiz, qani bir o'taman deb qolishdi. Ko'chada endi bitta ikkita akam ko'rib qoldi, dash o'zimiz qarindoshlar ham shunaqa deb yurishibdi. Xo'p, akalar, mana bu bo'ladi M6. M6 avtomobili 3 xil pozitsiyada bo'ladi. 250 million, 260 million, 280 million. 250 millionligi mexanika varianti, 260 millionligi bu avtomat bizlyuk varianti va 280 millionligi hozir mana bu ko'rib turganingiz avtomat lyukli varianti bo'ladi. O'shani endi odamlar esda qolish uchun 280 million deyapsiz. 279 million 900 ming shunaqa. 279 million 900. Hozir trendda bo'layotgan mana shu avtomobil. Eng ko'p ketadigan. Mana orqangizda turibdi, ikkinchi pozitsiyamiz bo'ladi. Bu ikkinchisi. Da. Aziz, qorasi nima deysiz, qorasini, ha? 260 millionlik varianti bo'ladi, Oston aka. Burada ko'rib turganingizdek, farqlari 3-pozitsiya bilan tumankada, lyukda, beskluchovый dostupda, orqa kameralarda va bir ikkita narsalarda farqi bo'ladi. Iloji bo'lsa, kelib haydab ko'rishsa, farqini misol test drive'imiz bor. Test drive'imiz bor. Haydab ko'rib, ma'lumotini olib, bexijolat ko'rishaveradi. Shunday. Adashmasam, o'zingiz bitta qaysidan akani o'tirmaydi, ismlarini esimdan chiqdi, havol o'zlari o'tdilar-ku. O'zimizda servisda xodimi bor, ya'ni boshlig'i. O'ziga M6 avtomobilini 3-pozitsiyasini xarid qilgan. Ana bir xillar hozir bu yerda mana 3-pozitsiyami ham test drive? 3-pozitsiya bo'ladi. Testi. Agar u bo'lmasa akani ham test drive'ga qo'shaveramiz degandim. Shunday. Xudo xolasa. Xo'p, akalar Julion bor. Julionni ham ranglaridan bor. Mana bu bilasizlar, ana yoshligimizda mashina poyga o'ynagan akalarim bo'lsa, o'sha neobishniy ranglardan mana bu ham. Qarang, zo'r. Xohlasangiz bundan, xohlasangiz undan, xohlasangiz hammasidan bo'laveradi. Jamshid aka shunda 249 million 900 dan boshlanadi, 279 million 900 gacha M6. Shunday. Keyingi biz bo'ladi, Julion bo'ladi. Keyingisi Julion bo'ladi, Oston aka. Julionni ko'rsatish uchun batafsil mana ichkariga ko'rsatamiz. Xo'p, agar akalar unaqa narsa-da.
oldingi videolarda ko'rgan bo'lsangiz, bu sizga yangilik emas. Ya'ni hozir yangilik akam aytayapti, aka bir ikkita yangilik narsalar bor, ularni ham aytib o'tamiz deyishyapti. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, boshidan ko'rasiz buni xudo xolasa. Jamshid aka, qaysini aytamiz? Juliandan boshlaymiz. Bo'ldi, M6 ni aytib o'tdik. Endi mana xudo xolasa Juliandan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Elor akamdan bitta olib qo'ying. Elor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kollektiv hamma sherda. Ertalabdan kelganmiz, akalik kallay saharlab, hech kim hali uyqusidan ochilmadi. Iqbolaxon ham bemalol soat 9 da kelyaptilar. Julian avtomobili hozir ko'rib turganingiz, mana shu avtomobilimiz bo'ladi. Bularda 3 ta pozitsiya bo'ladi, ostaki. Narxlariga keladigan bo'lsa 279 million 900, 309 million 900 va 329 million 900 ni tashkil qiladi. Bu hozir ko'rib turganingiz aynan 3-pozitsiyasi. 3-pozitsiyasi. Ranglarini ayting. Ranglariga keladigan bo'lsa 5 xil rangi mavjud. Oq, qora, sariy, ko'k, qizil ranglari mavjud va ichki salonni ham tanlasangiz bo'ladi. Qora salonda yoki oranji salonda tanlasangiz bo'ladi. Ikki xil, ha? Da, ikki xil. Mana oranji bu akalar. Salonni ko'ringlar, lekin ishoning, rosa mana shu yoqib turibdi. Hozir men sizga yana bitta variant ko'rsataman. Puli to'g'ri, puli yo orzudan ketish kerak, yo puldan ketish kerak degan bitta akam gaplari bor. Yo unisidan kechasiz, yo bunisidan kechasiz. Yo orzudan ketsangiz buni olmaysiz, puldan ketsangiz buni olasiz akalar. Xudo xolasa. Orqalarini ham qarang. Voy, Jamshid aka, shuni shahar ko'chalarida rosa ko'payib qolibdi aka. Endi hozir M6 bilan ostaki Julian rostini aytsam eng trendda bo'lyapti. Imtiyozlari ham juda ko'p. Boyaga rassrochka deysizmi, past foizli avtokredit deysizmi yoki-da boshlang'ich to'lovsiz deysizmi, hammasida mavjud aka. Qulayliklari bor. Qulayliklarni ochib qo'yganmiz. Bemalol kelaversin. Telefon raqami o'sha havolcha aka deb kelasiz. Havolcha aka deb kelaverasizlar akalar. O'zlarini anaqalarni nomerlarini qoldiramiz akani, bexijolat telefon qilaverasizlar. Xohlasangiz akalar, mana yo'l tanlamas Dargo'miz bor. Dargo so'raganlarga hozir. Endi aynan hozir bu Dargo avtomobilimiz qiziquvchilari juda ko'p. Narxi ikkita pozitsiyadan iborat bo'ladi. 400 va 430 million so'm tashkil qiladi. Bu hozir ko'rib turganingiz aynan 430 million so'mligi bo'ladi. Bunda ranglari ham 4 xil rangda bo'ladi. Oq, qora va oranjiy grafit rangi hisoblanadi. Hozir mana shu ko'rib turganingiz grafit rangi bo'ladi. Bu внедорожник bo'ladi, ya'ni yo'l tanlanmas, 4x4, 2 turbo'li bo'ladi. Mashinamiz. Jamshid aka, bizda o'zbekchilik deb gap borda, mashina olishdan oldin o'sha gap. Shunday. Zapchasini so'rashadi, gaz ketadimi yo'qmi o'shasi so'rashadi. Nima gaz ketadi? Bitta ko'rsatib qo'ying, aka, zapchasalar. Zapchasalar yo'qmi, ha? Taqib qo'yganmiz. Yog'ini ham ko'rsatamiz o'zi. Nima ketadi? Metan, propan? Propan qo'yib olsangiz bo'ladi yoki-da benzinda. Benzin yo propan? O'zi benzinda rasxod juda kam aka. Qancha rasxod qiladi rasxod? O'zimizni oddiy joylari Cobalt'da yoqadi aka. 8 ta 9 ta rasxod qiladi. Shu haybatiga. Shunday. Yana 4x4 tortadi. Yana 4x4. Rejimlari 6 xil rejimi bo'ladi. Tog'li zonada, bu yerda pisok, loyli yo'llarda juda sizga kerakli bo'ladi. Xudo xolasa, endi mana buni qarang orqadan ko'rinishini. Topilasiz modelda? Jamshid aka, bitta savol. Ana mavzudan tashqari emas, endi shu mavzuga aloqador. H6 ni ko'rdimmi, adashmasam yoki qaysini ko'rdim? Ana Xitoyda variantini ko'rdimmi, Koreyani variantini ko'rdimmi? Bitta ko'chada yuribdi. O'shani videoga sizga tashlab yuboraman deb ulgurmadim. O'shani 2-3 marta. Da, o'zi H6 avtomobilini bizda ofitsial endi Ademzavoddan chiqadigani o'zimizda standartniy variant bo'ladi, H6 avtomobili. Undan tashqari o'zi Xitoyda H6 adashmasam sport turi bor. U boshqacharoq bo'ladi turilishlari, lekin motorga keladigan bo'lsa bir xil. Faqatgina shu ko'rinishi boshqacharoq bo'ladi. Ha, ishqi sal boshqacharoq ko'rdim, qaysi modelligini bilmay qoldim. Orqaga qarasam lekin havo. Shunday. Ana akalar, xohlasangiz bunisidan. Bu rosa ham aqllisi, buni ham test drive'larini ko'rsatganmiz, qiziqqanlar bo'lsa, bexijolat. Jamshid aka, panoramli lyuki bor buni. Xo'sh, nimasini ko'rsataysizlar? Barlarni qarang. Bularni skorisi aka, rulni orqasida qo'yib beradigan bo'lsangiz. Amerikanskiy deymiz-ku akalar, mana shu skorichakimiz mana shu yerda. Bexijolat gumburlar. Yana bitta ahamiyatli tarafi ostaki, misol uchun Julian'da ichki salonni 2 xil rangi bo'ladigan bo'lsa, H6 avtomobilimizda 3 xil rangi bo'ladi. Ya'ni oq, oranjiy, qora rangda. Ana yashing. Ustuni rangi esa bo'ladi oq, qora, sariy va shampanskiy ranglari mavjud. 4 xil, 5 xil ranggacha maksimum. Mana sizga akalar. Xohlagan rangingizdan. Jamshid aka, endi aytishlari mumkin-da, misol uchun uka, men salonga kelaman, vaqtim ziq. Endi puli ko'p odamning vaqti ziq bo'ladi. Sababi ular ham 1 minut vaqtni ham pulga sotkisi keladi. Unda kutib qolish bo'lmaydimi? Yo'q, kutib qoladigan bo'lsa, misol uchun, любой odam kelsa,
Misol uchun, obunachilaringizdanmi yoki xarid qilmoqchi odamdan biroz telefon qilsa, xohlasa Aden zavodga o'ziga olib borib, o'sha odamni o'sha istagan mashinasini minib kelishga qurbimiz yetadi. Ana bu stenkadan tanlab, ha? Da, stankadan xohlagancha tanlab, misol uchun mashinadan problema yo'q. Bitta telefon qilamiz boshliqqa, bo'ldi, olib boryapman odamni, tayyorlab qo'ying, qaytib minib kelamiz. Ha, bu yerda misol uchun qaysi model, qanaqa rang, qanaqa ichi salon bo'lishi kerak, qanaqa nima bo'lishi kerak, hammasini 100% Yo'q, farqi yo'q aka, luboydan qilib beraman. Kuchim yetadi, xudo xolasa. Va'da. Va'da. Yashing. Xo'p, akalar, ko'rsatdik sizga hammasini. Uni ham ichi ochiqmi? Ko'rsatamiz uni ham bitta. Ostaka buni narxini aytaylik, narxini aytaylik aka. 325 million, 355 million, 370, 390 million so'm bo'ladi. Bunda men sizga ikki xil variantini qilib bera olaman. 370 millionligini oladigan bo'lsangiz, 1.5 turbo bo'ladi. O'zi asosan 325 milliondan 370 million so'mgacha 1.5 turbo oldi tortadi. 390 millionligini agar so'rasa, 2 turbo 4x4 qilib bera olaman. Mana shu asosda. Ranglarni aytib o'tganimdek farqi. Ranglardan farqi yo'q. Farqi. Yashang akalar. Kelaverasizlar. Zapcha so'raganlarga mana endi yuqorini bir qarasa ko'rsatib qo'yaylik. Hamma zapchasidan bor narsa bo'lsa, ana zapchaslarning menejeri ham mana kelyapti ekan. Abdurahmon aka. Aka charchamadingizmi? Assalomu alaykum. Kameradasiz. Salomat bo'ling. Zapchasdan muammo yo'qmi? Yo'q, hammasi. Bexijolat, ha? Servislar ishlab turibdi. Xudo xolasa, charchamang akam, salomat bo'ling. Ana sizga. Akalar birato'la akademiyada ko'rsatib qo'ydik. Jamshid aka 89. Endi 89 avtomobili hozir ko'rsatib o'tdim tashqarida birinchi videoda. Bunda aytib o'tmadim, ranglari turli xil rangda bo'ladi. Oq, qora, yashil metalliki, hozir ko'chada ko'rsatganimiz yashil metallika hisoblanadi. Matoviy rangi bor. Aytib o'tish kerakki, matoviy rangi uchun 10 million doplata qilinadi. Ya'ni 570 million bo'ladigan bo'lsa, imенно matovini olaman desa, unda 580 million so'mga aylanadi mashinaning tan narxi. Tushunarli. Zavodskoy hamma narsasi bo'ladi. Da, zavodskoy hamma narsasi, lekin akalar, buni oslaring, balandligini qarang. Ana u. Aka, ochib oling, boshini. Ana unda qamida Jamshid aka gelikmidi shu? O'zimiz O'zbekona gelik bo'ladi-da, adashmasam. Da. Hozir ko'rib turganingiz bu 7 o'rinliqli avtomobilimiz bo'ladi. Bunda ham ikkita pozitsiyasi bor. 535 millionga 570 million so'm bo'ladi. Siz ichini ochingmagandan qarang mana aka. Bo'ldi. Xo'p, akalar, ana GM zavod, uzr, GVM zavod, ya'ni ADM'di akalar. Bitta turbi ham. Sizlarni qarang. Bularda qulayliklari juda zo'r ishlangan aka. Hattoki tankoviy rejimlarigacha bor. O'tgan safar ko'rsatdik aka. Uni ko'rsatdik. O'tgan hafta test ko'rsatdik. Massajlari, hattoki massajimiz Dargo avtomobilida ham bo'ladi. Xususiyatlari bunda ichini rangini, salonni ham tanlasangiz bo'ladi, bemalol. 220 volt ham chiqarib beradi. O'zini boyagi asosiy funksiyalari ham juda ko'p. Misol uchun полоса удержания, avtotormojение bor, head-up display hammasidan bor aka. Yashang. Mana sizga. Akalar mana bu tog'larni ham mana qarang ko'rsatib qo'yibdi. Ya'ni 4x4 qilib, tog'larni ham rasmlarini qilib qo'yishibdi. Mazza emasmi? Bunda avtomatik zavodskiy parokmi bu? Da, bularda qanchagacha ko'taradi bu? Aka 400 kilogramgacha ko'taradi. 400 kilogramgacha javob. Bemalol. Misol uchun siz ham chiqsangiz bo'ladi, men ham chiqsam bo'ladi aka. Mana akalar. Kamida mana bir 80 kilo chiqib qolaman. Jamshid aka mendan og'irroq nisbatan ancha. Endi biz 100 dan oshiq bo'lsa kerak. Plus minus. Shunday. Ana sizga. Akalar, zavodskiy paroklar bilan. Jamshid aka? Labbi. Bilaman, ana siz ham ana unaqadan ro'yxatdan chiqolmaysiz. Salonni, misol uchun xaridorga nima bonuslari bor? Bonuslar bormi? Bonuslarga keladigan bo'lsa, o'zimizda hozir endi bilasiz, Ramazon oyiga qo'ygandik savolar tugab ketdi. Nima bo'ldi o'shalar? Ana bitta akam muammo qildi, telefon qildingiz. Aka shunaqa tushunmovchilik bo'lib qolibdi. O'shanga ham bir tushuntirish o'tib ketaylik degandingiz. Obunachilaringizga bitta gapni aytib qo'ymoqchiman. Misol uchun biz ko'p joyda aytamiz, Ozodaka nomidan kelsa, qanaqadir sal qo'shib beramiz, boshqa qilamiz. Faqat iltimos, obunachilar kelgan paytingiz xarid qilishdan oldin aytib qo'ying, biroz oldimga kelib yoki Ozodakamga telefon qilib, mana shu videoda shunaqa degansan. Biz tan olamiz hammasini. Bizda ham ish ko'p. Biz ham ish rejimidan chiqa olmaymiz. Sal bir narsa xato qilib qo'ysak, boshliqlarimiz bor. Biz ham gap eshitamiz. Shunga iltimos qilib aytib qolaman obunachilardan xarid qilishdan oldin o'sha videodagi momentni ko'rsatib bersa, biz tan olamiz. Shundan keldim, shundan ko'rib keldim deb. Shunday. Misol uchun biz agar Ozodakadan video olyapmiz, sizda misol uchun birgalikda hamkorlikda qanaqadir agar sizga Ozodaka nomidan keldi deb do'p qilib beradigan bo'lsa, uni oldinroq aytib qo'yish kerak. Shunday. Lekin ana narxlarga qo'shimcha narsa bo'lmaydi. Odamlar shunaqa o'ylashi mumkin aka. Qaranglar akalar, bir narsada xarid qiladiganingizda palonchijon,
eski narxini bilib keting. Yo masalan, o'sha narx bo'ladi. Misol uchun, narx sizlarga bular oshirib ham sota olmaydi, kamaytirib ham sota olmaydi. Chunki Jizzaxdan olsangiz ham, boshqa joydan olsangiz ham akalar o'sha narx bo'ladi. Bu bir. Faqat Jizzaxda sizlarga zo'r ustun tomoni kelasizlar 2 soat 3 soat ishlang hal bo'ladi. Ana bizda qolmay qoldi. Yo'q, voy akam o'zlari aytdi-ku. Shunday zavodga o'zingiz olib boradi. Shunday olasiz, zavoddan shunday minib kelasiz akalar. Muammosi yo'q undan. Shunchaki akalarim aytmoqchi bo'lgan gapni men to'ldirib ketay, akam to'liq qilib ayta olmadilar. Kelganda, "Ukajon, men Ozoddan ko'rib kelyapman. O'sha videoda shunaqa degansan" deb keling, bo'ldi. O'shani qilib beradilar, muammosi yo'q. Shunday. Endi bonus haqida qolib ketdi. O'zimizda hozir bonus masalasi bo'yicha aytadigan bo'lsam, poliklari, oldi oblisovka setka, pad nomerlari, orqa tonirovkalarini qilib beramiz. Endi agar misol uchun uzoqdan mehmonlarimiz keladigan bo'lsa, misol uchun boshqa viloyatdan, o'zimizdan emas, boshqa viloyatdan keladigan bo'lsa, mehmonxonasigacha ta'minlab berishga qurbimiz yetadi. Mabodo va endi bu ham через bank orqali pul o'tadi sizlarga. Shunday. Misol uchun bankdan muammo bo'lib qolishi mumkin yoki bo'ladi, qanaqadir bankdan muammosi bo'lib qolishi mumkin, ushlanib qoladigan vaziyat bo'lsa. Bo'lmasa bir kunda hal bo'layotgan narsa. Shunda aka, endi aka hammaga qiziq hozir ozdaga bitta narsa to'lov sharti haqida. Ya'ni to'lov shartini aytib o'taman. Birma-bir va tez va lo'ngda va qisqa bo'lib aytib o'taman. H9 avtomobiliga to'lov sharti naqd i lizing variantlarida xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingisi H6 avtomobili bo'ladi. H6 avtomobili to'lov shartlari naqd bo'lib to'lash lizing shart-sharoitlarida bo'ladi. Undan tashqari bizda Dargo avtomobili ham to'lov shartlari H6 sharti lizing asosida bo'ladi. Endi M6 avtomobiliga keladigan bo'lsak va Julia avtomobiliga keladigan bo'lib to'lash через bank bo'ladi yokida через lizing shartlari asosida bo'ladi. Endi bir gap aytaymi? Instagramda rosa ko'ryapsizlar unaqalarni. 25 million skidka qilib beraman, 30 million skidka qilib beraman deganlar bor. O'shani o'zlaridan so'raymiz. Hali gaplashganimiz yo'q, promo so'rayman. Boshqalarda ko'ryapman aka raqobatchilaringni. Men endi sizni ham raqobatchilarni ko'rib turaman mana, chunki ulardan nima yangilik, sizdan ham yangilik. Raqobatchilar chiqyapti aka 30 million skidka qilib beraman, 25 million skidka qilib beraman debdi. Bor gapmi yo marketing o'yinimi? Endi kimligini aytmayman aka. Shunday. Osta aka, qarang. Bizda hozir ko'rib turganingiz skidka masalasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, skidka masalasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, agar ostaki bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ramazon oyida munosabati bilan ancha skidkalar qildik. Misol uchun 8-martda ham, Ramazon oyida ham 10 million, 20 million, 25 million so'mgacha hattoki skidkalar qildik. Ramazon tugadi. Endi skidkalarimiz hozircha mavjud emas, lekin shunga qaramasdan bizda tepada yuqorida turadigan misol uchun boshliqlarimiz deylik, aytsa, buni srazu siz bilasiz, sizni chaqiramiz, hozirgi yangilik bor, srazu aytib o'tamiz hammaga. Yashang. Unda hozir tushunishim bo'yicha ularda endi marketing o'yini desak ham bo'lar ekan yokida haqiqatan ham ularda hozir ochilgan o'sha narsa. Yo'q, to'lov sharti hammada bir xil bo'ladi ostaki. Chunki Adem zavod. Hammasi Adem zavodniki bo'ladi. Tushundim sizlarga. Ko'ringlar, akalar, men o'zimga kelgan savolni, ya'ni ko'rgan narsani promoy berdim. Balkim savol noto'g'ri bo'lgandir yoki tushuntirishim noto'g'ri bo'lgandir. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Jamshid akamizga telefon qilib, "Ukam falonchi bo'lyapti, nima bo'lyapti?" deb hamma narsani bexijolat so'rasalaring bo'laveradi. Ostaki, bitta narsani aytib o'tmoqchiman, barcha obunachilar uchun. Telefon raqamim 50 999 88 80. Ishonch raqami desa ham bo'ladi. Siznikini отдельно belgilab, rangini отдельно qilib qo'yaman aka. Akalarga ham yozib qo'yaman. Akalar telefon qiling, keling, gaplashing, savol-javobini Jamshid akam o'zi bilan qiling. Ana qo'shimcha savollar bo'layotgan bo'lsa, mabodo telefonlarni klient bo'lsa ko'tarilmay qolsa yoki ba'zi bir narsalar bilan ko'tarilmay qolsa, qolgan nomerlarga ham telefon qiling yoki Telegramdan yozib qo'ysalaring, bexijolat aka javob beraveradi. Manzilni aytmabmiz aka, manzilni endi manzilimiz Jizzax shahar Buyuk Turon ko'chasi 8-yo'lda joylashgan Mo'ljal Eski Marat Zakirov litseyi yonginasida. Hozir Ichki ishlar litseyi bo'lgan. Yashang. Bu tarafimiz akalar Jizzax shaharida qoq markazi bo'ladi, ya'ni Sidvani perikroskasi bor, katta perikroska, o'shandan o'tganingizda sport kollejning yonida. Lokatsiyada ham Jizzax havola yo'lsiz chiqadi. Bu bir bo'layotganimizga qo'shimcha savollar bo'layotgan bo'lsa, telefonlariga telefon qilsangiz, ukam lokatsiya desangiz, straz lokatsiya tashab berishadi. Muammosi yo'q. Jamshid aka, nima qoldi aytilmagan? Obunachilarga bitta narsani so'rab qolmoqchiman. Telefon qilsangiz, noto'g'ri tushunishingizni xohlamasam, chunki aytganda ba'zida telefon qilganingizda oldimda odam bo'lib qoladi. Shuning uchun ba'zi paytlari ko'tarilmay qolishi mumkin. Atak
24 ga 7 bir xillarda soat 1 da ham ko'tarishi mumkin telefonni. Farqi yo'q. Xudo xolasa. Ha. Bunaqa bo'ladi akalar. Dokumentalni ish bo'ladiganda nimadir xato ketib qolsa yana dokumentni yangilash kerak bo'ladi, bilasiz. Misol uchun tasavvur qiling, o'zingiz klientlarisiz, sizni ham ishingiz zarulda nimadir qilishingiz kerak. Lekin men telefon qilsam, Jamshidjon, palon so'rasam, akam o'chirib qo'ysa, menga to'g'ri, ha, o'zim osmonda olyapti yoki boshqa narsa deyishingiz mumkin. Lekin kimdir muhim ishni qilayotgan bo'ladi. Ishoninglar, vaqt kelsa ko'rganman, abed qilib o'tirgan vaqt klient kelib qolsa, sakrab turib ketgan joylarni ko'rganman akalarni. Bu ish qiyin akalar. Endi ko'ring, keling, bilaman, bular ham o'sha qilgan ish uchun haq olishyapti, lekin baribir bularni ham ozroqgina tushunishlaringni so'rab qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa sizlarni Jizzax Havola avtosalonida kutamiz. Jamshid aka, salomat bo'ling. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Ketdik.